Dushman kelin 141 qism juda og'riqli bir savol bilan boshlanishi mumkin. Butun mahalla uni o'g'ri deb atayotganida, 20 yildan beri yonida yashab kelgan eri ham unga ishonishini aniq ayta olmasa, ayol nima qiladi? Menimcha, bu yerda tilla sirganing qiymati endi muhim emas, aslida yo'qotilgan narsa. Totiniso 20 yil davomida asrab kelgan obro'si, uyga qaytgan Totiniso xonasining eshigini yopib, ro'molini yechadi va ko'zgu qarshisida uzoq vaqt jim o'tiradi. Odamlarning o'g'ri, ochko'z, o'zini halol qilib ko'rsatadi degan gaplari hamon qulog'ida jaranglaydi. Ammo uni eng ko'p og'ritgan narsa Habibullohning "tinchlan, vaqt o'tib hammasi bosiladi" degan gapi bo'ladi. Menimcha, Totiniso bunday yechimga rozi bo'lmaydi. Chunki mish-mish ozozidan yo'qolmaydi, aksincha, jabrlangan odam sukut qilgan sari yanada chuqurroq ildiz otadi. U kastrulkani erining oldiga qo'yib, to'g'ridan-to'g'ri so'rashi mumkin: "Siz haqiqatan ham mening aybsizligimga ishonasizmi yoki Komri menga tuzoq qo'yganini tan olishdan qo'rqyapsizmi?" Habibullohning bir necha soniyalik sukuti ham xonadagi iliqlikni yo'qotishga yetadi. Butun yoshligini shu oilaga bag'ishlagan ayol uchun erining shubhasi ba'zan butun mahallaning qarashidan ham og'irroq botadi. Menimcha, eng xavfli dars aynan shu yerda paydo bo'ladi. Agar Habibulloh hozir xotinining yonida turmasa, keyinchalik haqiqat ochilgan taqdirda ham Totiniso o'zini yolg'iz tashlab qo'yilgan o'sha lahzani unutolmaydi. Ehtimol, xotinining hafsalasi pir bo'lgan nigohi Habibullohni o'sha kechaning o'zida Sobirning uyiga borishga majbur qiladi. U kastrulkani hovlining o'rtasiga qo'yib, nega Komri ikki oila endigina yarashgan paytda ancha oldin unutilgan buyumni birdan qaytarishga qaror qilganini so'raydi. Dastlab Sobir, albatta, xotinni himoya qiladi, lekin Totiniso ilgari Komrini hovlidan haydab, uni dushman deb atagan voqea eslatilganda, bu oddiy yo'qolgan buyum masalasi emasligini anglay boshlashi mumkin. Eng e'tiborli tomoni shundaki, Komri savollarga to'g'ridan-to'g'ri javob bermaydi. U yig'lab, hamma Totinisoni himoya qilish uchun birlashib olganini aytishi, keyin esa Sobirga qarab, "Nega o'z xotiningizga ishonmaysiz?" deb e'tiroz bildirishi mumkin. Hayotda bunday holatlar tez-tez uchraydi. Odam voqeani tushuntira olmaganda suhbatni his-tuyg'ular tomon buradi va savol bergan kishini aybdordek his qildiradi. Sobir ovozini pasaytirishga majbur bo'lishi mumkin, ammo menimcha, uning qalbida shubha allaqachon paydo bo'ladi. Ayniqsa, yuzini burib ketayotgan Komrining qo'llari titrayotganini ko'rsa. Mutlaqo aybsiz odam jahli chiqishi yoki ranjishi mumkin, lekin odatda u savollarni to'xtatishga emas, voqeani oxirigacha tekshirtirishga intiladi. Totiniso esa sirga topilgan kuni u yerda bo'lgan barcha qarindoshlar va qo'shnilar oldida yuzlashtirish o'tkazilishini talab qilishi mumkin. U yashirincha aytilgan uzrni qabul qilmaydi. Chunki uni hammaning oldida sharmanda qilishdi. Kattalar oilaning obro'sini o'ylab, bu masalani yopishni maslahat berishlari mumkin, ammo mening nazarimda, aynan shu paytda Totiniso ortga chekinmasligi kerak. Agar u jim qolsa, o'g'ri degan nom uzoq vaqt uning ortidan ergashadi. Komri eng ko'p Habibulloh yoki Sobirdan emas, balki Xolidadan qo'rqadi. Qiz aslida nima bo'lganini ko'rgan, biroq sirgani kastrulkaga solgan inson uning o'z onasi edi. Yuzlashtirishdan oldingi kechada Komri qizining xonasiga kirib, eshikni qulflashi mumkin. U Xolida gapirsa, otasi onasini uydan haydashini, aka-ukalar bir-biriga dushman bo'lishini va butun oila parchalanishini aytadi. Bu endi oddiy iltimos emas. Bu juda og'ir ruhiy bosim. Komri sodir bo'lishi mumkin bo'lgan barcha oqibatlarni qizining yelkasiga yuklab, unga haqiqatni aytish onasiga xiyonat qilish bilan barobar ekanini singdirmoqda. Ammo Xolida jim qolsa, aybsiz ekanini aniq bilgan Totinisoning badnom bo'lib yurishiga ko'z yumgan bo'ladi. Mening taxminimcha, keyingi voqealar 3 xil yo'nalishda davom etishi mumkin. Birinchi ehtimolda Xolida haqiqatni aytadi va Komri oiladagi o'rnidan ayriladi.
Ikkinchi ehtimolda u onasini himoya qilish uchun sukut saqlaydi va Totiniso yana bir bor aybdordek ko'rsatiladi. Uchinchi ehtimolda esa qizi gapirishga majbur bo'lishidan oldin Sobirning o'zi voqeadagi galati tafsilotlarni birlashtirib haqiqatga yaqinlashadi. Qaysi yo'l tanlanishidan qat'i nazar, tilla sirga endi er-xotin o'rtasidagi ishonchni, aka-ukalik rishtalarini va ona-bola munosabatini parchalashi mumkin bo'lgan xavfli qurolga aylandi. Siz nima deb o'ylaysiz? Xolida onasini himoya qilishi kerakmi yoki nohaq ayblanayotgan insonni qutqarish uchun haqiqatni aytishi shartmi? Ba'zan sukut bir oilani saqlab qolgandek ko'rinadi, ammo ayrim paytlarda aynan o'sha sukut oilani ichidan sekin-sekin yemirib boradi. Ammo haqiqiy zarba, ehtimol, hali oldinda turgan yuzlashtirishda emas, balki Xolida kimni qutqarib, kimni jarlikka itarishini o'zi hal qilishi kerak bo'lgan o'sha xonada yashiringan. Agar u haqiqatni aytsa, Totinisoni oqlashi mumkin. Agar sukut saqlasa, onasini yonida saqlab qoladi. Lekin o'sha kundan boshlab aybsiz ayolning tahqirlanayotganini har safar ko'rganida, bu xorlikning davom etishiga o'zi ham sababchi bo'lganini bilib yashaydi. Robiya bu galati holatni ancha oldin sezgandek. U sirgani kastrulkaga kim solganini so'raganida Xolida juda tez, hech narsani ko'rmadim, deb javob berdi. Ammo ko'zlari Robiyaning nigohiga bardosh bera olmadi. So'zlar bir voqeani yashirishi mumkin, lekin tana harakati buni uddalay olmaydi. Bir-biriga qattiq qisilgan qo'llar, uzilib chiqayotgan ovoz va tezroq ketishga urinish uning ichida aytilmayotgan katta sir borligini ko'rsatib turardi. Robiya uni burchakka tiqib javob talab qilish o'rniga qizning o'z vijdonini eshitishiga imkon beradi. U bir paytlar oilasi buzilib ketishidan qo'rqib, yaqin insonning xatosini yashirgan odam haqida hikoya qiladi. Oxir-oqibat o'sha sukut aybdorga yana ham yomonroq ishlarni qilishiga yo'l ochganini aytadi. Chunki u har safar kimdir uni himoya qilib, javobgarlikdan qutqarishiga ishonib qolgan edi. Robiya bu hikoyada Qomrining ismini tilga olmaydi. U Xolidadan hech narsani tan olishni ham talab qilmaydi, ammo aynan shu muloyimlik qizning vijdonini yanada qattiq qiynaydi. Menimcha, Robiya bir narsani juda yaxshi tushunadi. Agar hozir Xolidaga bosim o'tkazilsa, keyinchalik uning aytganlari boshqalarning undovi yoki majburlashi natijasi sifatida ko'rsatilishi mumkin. Shu sababli u tanlovni qizning o'ziga qoldiradi, chunki haqiqat faqat uni aytayotgan inson qanday oqibatni qabul qilayotganini anglagandagina chinakam kuchga ega bo'ladi. Xolida asta-sekin ikki xil munosabat o'rtasidagi farqni sezadi. Bir tomonda uni qo'rqitib, sukutga majburlayotgan onasi bor, boshqa tomonda esa o'zi tuhmat ostida qolgan bo'lsa ham, unga mustaqil qaror qilish huquqini berayotgan Robiya turibdi. Ana shu ishonch qizni haqiqat tomonga bir qadam yaqinlashtirishi mumkin. Ichidagi bosimga boshqa chiday olmagan Xolida, ehtimol, Murodni izlab boradi. U sirga haqida ochiq gapirmaydi, faqat xato qilgan odam o'z onasi bo'lsa, aybsiz inson esa uning o'rniga azob chekayotgan bo'lsa. Farzand haqiqatni aytish kerakmi, deb so'raydi. Murod avvaliga juda sodda javob beradi. Aybi yo'q inson boshqa birovning gunohini ko'tarib yurmasligi kerak. Ammo Xolidaning ko'z yoshlarini ko'rgach, bu savol oddiy taxmin emasligini anglay boshlaydi. Shunda Murod undan to'g'ridan-to'g'ri so'raydi. Sen kimdir sirgani kastrulkaga solganini o'z ko'zing bilan ko'rdingmi? Xolida boshini qimirlatmaydi, rad ham etmaydi, faqat ko'zlarini yerga tikib sukut saqlaydi. Ammo bu sukutning o'zi barcha javoblardan kuchliroq tasdiqqa aylanadi. Shu daqiqadan boshlab sir endi bir kishining qalbida qolmaydi. Murod barcha tafsilotlarni bilmasligi mumkin, ammo Totinisoga tuhmat qilinayotganini va Xolida ona mehri bilan vijdon orasida ezilayotganini tushunishga ulgurgan bo'ladi. Agar Murod bu suhbatni kattalarga aytsa, Qomri voqeani boshqarish imkoniyatidan ayriladi. Shu sababli u shubha boshqa odamlarga tarqalishidan oldin harakat qilishi kerak. Ehtimol, Qomri o'zi Sobirning oldiga borib, Xolida keyingi paytlarda yaxshi uxlamayotgani
Tez-tez vahimaga tushayotgani va ba'zan bo'lmagan narsalarni tasavvur qilayotganini aytadi. Tashqaridan qaraganda, bu qizining salomatligidan xavotir olayotgan mehribon onaning gaplariga o'xshaydi. Chuqurroq qaralsa esa, hali aytilmagan guvohlikni oldindan ishonchsiz qilib ko'rsatishga urinish ekanini sezish mumkin. Agar Xolida onasi sirgani kastrulkaga solganini ko'rganini aytsa, Qomri darhol qiz noto'g'ri eslayapti yoki kimdir uni shunday gapirishga undadi deb chiqishi mumkin. Ammo bir inson guvoh hali og'zini ochmasdan turib, uning gapiga ishonmaslik kerakligini tushuntirishga shoshilsa, o'sha shoshqaloqlikning o'zi shubhali belgiga aylanadi. Sobir hali xotini ataylab tuzoq tayyorlaganiga ishonishni istamasligi mumkin, biroq u asta-sekin ayrim mayda tafsilotlarga e'tibor bera boshlaydi. Nega Qomri qizining nima aytmoqchi ekanini oldindan biladi? Nima uchun u Xolida ko'p narsani xayoliga keltirib chiqaradi deb qayta-qayta ta'kidlayapti? Eng muhimi, nima sababdan Totinisoning ismi tilga olingan har safar Qomri qiziga qarab, u sukut saqlashga bergan va'dasini buzmadimi, degandek kuzatadi. Sobir qizidan onasi uni biror narsani yashirishga majburlayaptimi deb sekin so'rashi mumkin. Xolida otasiga qaraydi, lablari qimirlaydi, ammo so'z chiqmaydi. Keyin u yuzini burib ketadi. Bu safar qizining sukuti Sobirni tinchlantirmaydi, aksincha, u qizi o'z uyidagi kimdandir qo'rqayotganini tushunib qolishi mumkin. Keskinlik Qomri qizining Robiya bilan uchrashganini bilib qolganida portlashi ehtimol. U Xolidani qo'lidan tortib uyga olib kiradi, eshikni yopadi va ichidagi vahimani gazab shaklida qiziga yog'diradi. Bu paytda Qomri uchun Xolida himoya qilinishi kerak bo'lgan farzand bo'lib ko'rinmay qoladi. Qiz uning qasos rejasi barbod bo'lishiga sabab bo'ladigan xavfli zaif nuqtaga aylanadi. Qomri qizini urushga qo'l ko'targan paytda Totiniso oilani yuzlashtirishga chaqirish uchun uyga kelishi mumkin. U ichkaridan yigi ovozini eshitib, xonaga kiradi va Qomrining qo'lini ushlab qoladi. Hamma Totiniso ayni fursatdan foydalanib, Xolidani haqiqatni aytishga majburlaydi, deb o'ylashi mumkin. Ammo u butunlay boshqa gapni aytadi. Bu qiz menga hech narsa qarzdor emas, xato qilgan odam o'z qilmishi uchun o'zi javob berishi kerak. Bu so'zlar Xolidani deyarli sindiradi. Obro'si toptalayotgan ayol undan o'zini qutqarishni talab qilmayapti. O'z onasi esa kattalarning xatosi va uning oqibatlarini qizining yelkasiga yuklayapti. Ana shu daqiqada Xolidaning qo'rquvi ichida boshqa bir tuyg'u tugilishi mumkin, hali to'liq jasoratga aylanmagan. Ammo abadiy sukut saqlab bo'lmasligini anglatadigan bir qaror. Odamlar oldida turib gapirishga kuch topa olmagan Xolida, ehtimol, haqiqatning barchasini xatga yozadi. U Qomrining sirgani olgani, uni kastrulkaga solgani, o'zi qayerda turgani va onasi bu haqda hech kimga aytmaslikni buyurganini batafsil yozib chiqadi. Har bir satr titrab yozilgandek bo'ladi. Chunki qiz shunchaki noto'g'ri ishni fosh qilmayapti, u shu kungacha ishongan va suyangan ona obrazini o'z qo'li bilan parchalamoqda. Xolida xatni Robiyaga olib borishni rejalashtiradi. Ammo qaytib kelib qarasa, xat joyida yo'q. U vahimaga tushadi. Onasi uni topib olganini, endi hammasi yanada dahshatli tus olishini o'ylaydi. Biroq xatni ushlab turgan odam Qomri emas. Sobir bo'ladi. U qiziga dori qidirayotganda xatni tasodifan ko'rib qolgan. Har bir satrni o'qib chiqqach, uzoq vaqt qimirlamay o'tiradi. Bu erkak faqat xotinning Totinisoga tuzoq qo'yganini bilib qolmaydi. U Qomri o'z qizini qalqon sifatida ishlatgani, qasosini himoya qilish uchun uni qo'rquv bilan yashashga majbur qilganini ham anglaydi. Bu yerda Sobirning ichida bir nechta og'ir tuyg'u to'qnashishi mumkin. Bir tomonda uzoq yillar birga yashagan xotini bor, boshqa tomonda onasining gunohi sabab ruhiy azob chekayotgan qizi turibdi. Uning qarori endi faqat Totinisoning nomini oqlash haqida emas, u avvalo o'z farzandini bu bosimdan qutqarish kerak. Keyingi voqealar uchta juda keskin yo'nalishga burilishi mumkin. Birinchi ehtimolda Sobir xatni yashirib, Qomri yana qanday qadam tashlashini kuzatadi.
U xotinining o'z aybini tan olishini yoki navbatdagi yolg'onida qo'lga tushishini kutishi mumkin. Ikkinchi ehtimolda, u o'sha kechaning o'zida Komri bilan yuzlashadi. Bu esa er-xotin o'rtasidagi ishonchni bir zumda portlatib yuboradi. Komri qilmishini tan olishi, yana o'zini jabrlanuvchi qilib ko'rsatishi yoki Sobirni ham oilaga xiyonat qilishda ayblashi mumkin. Uchinchi ehtimolda esa Sobir xatni to'g'ridan-to'g'ri oilaviy yuzlashtirishga olib chiqadi. Shunda Xolidaning o'z qo'li bilan yozilgan so'zlar hech kim osongina inkor eta olmaydigan dalilga aylanadi. Ammo eng qiziq savol Sobirning qanday yo'l tutishida. U qizini himoya qilish uchun xotinining asl yuzini fosh qiladimi yoki allaqachon ichidan chiriy boshlagan oilani tashqi tomondan saqlab qolish uchun xatni yashiradimi? Yana bir xavf bor. Sir endi faqat Xolidaning qo'lida emasligini Komri bilib qolsa, u nima qiladi? Kechirim so'raydimi, uydan qochib ketadimi yoki o'zini qutqarish uchun avvalgilardan ham xavfliroq yangi yolg'on o'ylab topadimi? Ammo Sobir xatni o'qigan zahoti hech kim kutgan ishni qilmaydi. U na Komriga baqiradi, na Habibullohning oldiga yuguradi. Aksincha, xatni buklab, hech narsa bo'lmagandek cho'ntagiga soladi. Menimcha, aynan shu sokinlik eng xavfli nuqtaga aylanadi. Chunki endi Sobir haqiqatni biladi, Komri esa hali ham barcha iplar o'z qo'lida deb o'ylaydi. Ertalab u xotinidan oddiy gap orasida sirgani qachon sotib olganini so'raydi. Komri birinchi javobida uni bir necha yil oldin olganini aytadi. Birozdan keyin esa bu onasidan qolgan yodgorlik ekanini eslatib yuboradi. Sobir indamaydi, faqat choyini aralashtirib o'tiradi. Keyin yana bir savol beradi. Sirgani oxirgi marta qayerda taqqan edi? Komri bozorda deydi. So'ng qo'shnilarnikiga borganda taqqanini aytib qoladi. Har bir yangi javob avvalgisini buzmoqda, lekin Sobir buni yuziga solmaydi. U endi xotinining gapini emas, gap orasidagi vahimani tinglayapti. Komri esa erining odatdagidan ortiqcha xotirjamligini sezadi. U oshxonada ko'proq shovqin qiladi, so'zlarni o'zi boshlab, o'zi tugatadi. Go'yo uy ichidagi jimlik uni fosh etayotgandek. Ba'zan odamni qattiq savol emas, javobsiz qarash ko'proq qo'rqitadi. Sobir aynan shunday yo'l tutmoqda. Yuzlashtirish kuni hovliga qarindoshlar, qo'shnilar va mahalla kattalari yigiladi. Ortaga o'sha kastrulka qo'yiladi, yoniga esa bitta sirga. Bir qarashda hamma narsa Totinsoga qarshi turibdi, chunki buyum uning uyidan chiqqan. Mahalla raisi gapni yumshatishga urinadi. U hozircha Komri ataylab tuzoq qo'yganini isbotlaydigan dalil yo'qligini aytadi. Shu sababli tinchlik uchun Totiniso avval uzr so'rasa, masala yopilishi mumkinligini taklif qiladi. Bu gap Habibullohni ichidan teshib o'tadi. U o'rnidan turib, tuhmat qilingan odam nega bosh egishi kerakligini so'raydi. Kimdir dalilni o'zi yaratib qo'ysa, aybsiz inson avtomatik ravishda gunohkor bo'lib qoladimi? Totiniso erining qo'lidan ushlab, uni to'xtatadi. Uning ovozi baland emas, lekin bu safar juda qattiq eshitiladi. U qilmagan ishi uchun uzr so'rashdan ko'ra bu mahalladan ketishga tayyorligini aytadi. Bu gap hovlidagi odamlarni noqulay ahvolga soladi. Kecha uning ustidan kulgan ayollar endi bir-birining yuziga qaray olmay qoladi. Chunki haqiqiy o'g'ri odatda bu darajada ochiq tekshiruv talab qilmaydi. Totiniso esa na qochmoqda, na iltimos qilmoqda. Vaziyat o'z foydasiga ketmayotganini sezgan Komri shoshadi. U voqeani yana bir bor batafsil tushuntirishga urinib, Totiniso sirgani kastrulkaning tagiga, kichkina matoning ostiga yashirganini aytib yuboradi. Hovli bir zumda jim bo'lib qoladi. Totiniso sekin unga yuzlanadi. Kastrulkaga tegmagan bo'lsangiz ichida mato borligini qayerdan bildingiz? Bu oddiy savol Komrini tayyorlanmagan joyidan uradi. U og'zini ochadi, ammo gap topolmaydi. Bir necha soniya oldin ishonch bilan so'zlagan ayol endi ko'zlarini qayerga yashirishni bilmay qoladi. Sobir xotiniga qaraydi, Xolida esa yiglay boshlaydi. Endi sirganing qayerdan chiqqani emas, Komri u yerda nima borligini qanday bilgani muhim bo'lib qoladi.
Hovlidagi kayfiyat bir lahzada o'zgaradi. Shubha endi Totinisodan uzilib, boshqa tomonga qochadi. Shunda Sobir cho'ntagidan buklangan xatni chiqaradi. U xatni darrov o'qib bermaydi, faqat sirga kastrulkaga Totinisoning uyga olib ketilishidan oldin solinganini ko'rgan odam borligini aytadi. Qomri hech kimning ismini eshitmay turib hovlidagi qaraydi. Ana shu nigoh hammasini fosh qiladi. Agar u qizining hech narsani bilmasligiga ishonganida, birinchi bo'lib aynan unga qaramas edi. Endi hovlidagilar nafaqat xat borligini, balki uni kim yozganini ham tushuna boshlaydi. Qomri birdan oldinga otilib, xatni Sobirning qo'lidan tortib oladi va mayda bo'laklarga yirtadi. U bu xatni Habibulloh yozdirganini, Xolidani esa gapga solishganini aytadi. Lekin Sobir bu safar ovozini ko'tarmaydi. U xatdagi yozuv o'z qizining qoli ekanini tanishini aytadi. Shu jumladan keyin mojaroning ozi o'zgaradi. Endi bu Qomri bilan Totiniso orasidagi adovat emas, bu bir ayolning eri va qizi qarshisida yolg'iz qolishidir. Xolida onasiga qaray olmaydi. Sobir esa xotinining yolg'onidan ko'ra farzandini qo'rquvda ushlab turganidan ko'proq eziladi. Boshqa yo'l qolmaganini tushungan Qomri birdan hammani hayratga soladigan gapni aytadi. U sirgani og'zi kastrulkaga solganini tan oladi, ammo buni shaxsiy alam uchun emas, Sobirning haqqini qaytarish uchun qilganini da'vo qiladi. U Totinisoni bog' va yer taqsimotiga aralashib, Sobirning oilasini ataylab kam ulush bilan qoldirganlikda ayblaydi. U bizni oiladan chetlatdi, men faqat unga o'sha hissiyotning bir qismini qaytardim, deydi Qomri. Bu e'tirof hammani karaxt qiladi. Bir tomondan tuzoq nihoyat tan olindi, boshqa tomondan esa ancha oldin yopilgan deb o'ylangan mulk mojarosi qayta ochiladi. Totiniso bu ishga umuman aloqasi yo'qligini aytadi. U yer taqsimotini erkaklar hal qilganini, hech qachon Sobirga qarshi gapirmaganini ta'kidlaydi. Lekin shu paytda Habibullohning sukuti boshqacha ma'no bera boshlaydi. U xotinining ko'ziga qaramaydi. Menimcha, aynan shu lahza keyingi portlashning boshlanishi bo'ladi, chunki Qomri yolg'on bilan Totinisoni sindirmoqchi bo'lgan bo'lsa-da, yer masalasi butunlay uydirma bo'lmasligi mumkin. Habibulloh 60da ukasidan yashirilgan qarorni bilganmi? Sobir haqiqatan ham aldanganmi? Yoki Qomri aybini yengillashtirish uchun eski yarani ataylab qo'natyaptimi? Endi Totiniso faqat Qomridan emas, o'z eridan ham javob talab qiladi. Sirga masalasi ochildi, ammo uning tagidan undan ham kattaroq, yillar davomida yashirilgan oilaviy qarz chiqishi mumkin. Oiladagi eski sirga mojarosi hali hovlida tugamagan bir paytda boshqa bir xonada vaqt butunlay boshqacha o'tmoqda. Bu yerda hech kim yer, obro' yoki kim haq ekanini o'ylamaydi. Oqartirilgan devorlar orasida bitta savol qolgan. Gulchi bilan uning hali tugilmagan bolasini birga saqlab qolish mumkinmi? Shifokor faqat bir kishiga kirishga ruxsat bergach, Davron sekin palataga qadam qo'yadi. U odatdagidek o'zini oqlamaydi, gapni boshqalarning xatosidan boshlamaydi. Karavot yoniga o'tirib, Gulchining sovuq qo'lini ushlaydi va birinchi marta o'zining jahli, dagalligi hamda aytgan og'ir so'zlari ularning hayotini qayerga olib kelganini tan oladi. U boshqa takrorlamaslikka va'da beradi, ammo ba'zi va'dalar juda kech aytiladi. Gulchi ko'zlarini zo'rga ochadi. Go'yo erining ovozini tanigandek lablari qimirlaydi, lekin birdan tanasi tortishib, apparat keskin signal bera boshlaydi. Shifokorlar ichkariga yugurib kiradi, Davronni esa palatadan chiqarib yuborishadi. Yo'lakda kutib turgan Gulchining onasi bu manzarani ko'rib, o'zini tutolmaydi. U Davronga tashlanib, ko'ksiga mushtlaydi. Sening ovozingni eshitishi bilan yana yomonlashdi, deya uni ayblaydi. Davron qo'lini ko'tarmaydi, o'zini himoya ham qilmaydi. Menimcha, uning jim turishi bu safar ojizlik emas, u har bir zarbani o'ziga tegishli jazo deb qabul qilmoqda. Chunki qo'llari bilan emas, vaqtida aytilmagan so'zlari bilan xotinini shu eshikkacha olib kelganini ich-ichidan biladi. Bir muddatdan keyin shifokor tashqariga chiqadi.
Uning yuzidagi jiddiylik odamlarni eng yomon gapga tayyorlaydi. Agar Gulchining ahvoli yana og'irlashsa, shifokorlar ona hayotini birinchi o'ringa qo'yishga majbur bo'lishlari mumkin. Bolani saqlashga urinish esa Gulchining organizmiga ortiqcha xavf tugdiradi. Onasi bir soniya ham ikkilanmaydi. Avval qizimni qutqaring, deydi. Davron esa boshqa yo'l qolmaganmi, ikkalasini ham saqlash imkoniyati bormi, deb qayta-qayta so'raydi. Uning savollarida otalik umidi bor, lekin bundan ham kuchliroq qo'rquv seziladi. U bir kunda ham xotinidan, ham farzandidan ayrilib qolishi mumkin. Shu payt yoshi katta xola ikkalasini ham to'xtatadi. U hali Gulchi tirik, eshigiga kelish ehtimoli bor ekan, uning taqdiri haqida boshqalar tortishishga haqli emasligini aytadi. Bu uning tanasi, uning bolasi imkon bo'lsa, qarorni o'zi aytadi, deydi u. Bu gap onaga og'ir botadi. U farzandini himoya qilayotganiga ishonadi, ammo himoya qilish bilan birovning o'rniga qaror chiqarish o'rtasida juda nozik farq bor. Davron esa endi bir narsani anglaydi. U ilgari ham Gulchining o'rniga gapirgan, uning hislarini mayda deb bilgan, endi yana uning kelajagini o'zi belgilashga urinmasligi kerak. Bir necha soatdan so'ng Gulchi ko'zlarini ochadi. Uning birinchi savoli eri haqida emas, bolasi haqida bo'ladi. Shifokor homila hozircha saqlanib qolganini aytganda, u yuzini chetga burib yig'laydi, ammo Davronni ko'rishga rozilik bermaydi. Onasi buni qizining nikohdan butunlay voz kechganiga yo'yadi. Uning nazarida Gulchi nihoyat eridan yuz o'girdi. Lekin palatada faqat yoshi katta xola qolganida, Gulchi boshqa haqiqatni aytadi. U Davronni hali ham sevadi, aynan shuning uchun uni hozir ko'rishni istamaydi. Chunki Davron kirib, bir marta chin yurakdan kechirim so'rasa, Gulchining ko'ngli yana yumshashi mumkin. U esa hammasi yana avvalgi holatiga qaytishidan qo'rqadi. Kechirim, bir necha yaxshi kun, keyin yana jahl va yana jarohat. Gulchi muhabbatni o'z azobiga bahona qilishni istamaydi. Bu qaror sovuqqonlikdan emas, aksincha, u o'zini va qornidagi bolasini himoya qilish uchun hislarini bir chetga surishga majbur bo'lmoqda. Davron esa kutish bilan cheklanib qolmaydi. U ikki oilani shifoxonaga chaqirib, hammaning oldida o'z aybini tan oladi. U Gulchini hech kim ayblamasligini, hatto u ajralishni tanlasa ham, bu qarorga o'zi sababchi bo'lganini aytadi. Bunday ochiq tan olish Gulchining onasini ham bir lahza jim qoldiradi. U Davronni endi butunlay yuraksiz odam deb ko'ra olmaydi, biroq kechirimning o'zi yetarli emasligini yaxshi biladi. Shuning uchun u bitta shart qo'yadi. Davron o'zgarishini so'z bilan emas, uzoq vaqt davomida qilgan harakatlari bilan isbotlash kerak. Yo'lakda aytilgan qasamlar palatadagi jarohatlarni birdan tuzatmaydi. Oxiri Gulchi erini ichkariga kiritishga rozi bo'ladi, lekin unga yaqinlashmaslikni aytadi. Davron eshik oldida to'xtab qoladi. Xotinining qo'lini ushlashga ham jur'at qilmaydi. Gulchi bolani saqlab qolish uchun kurashishini, ammo shifoxonadan chiqqach onasining uyiga qaytishini aytadi. Davron farzandini ko'rishi mumkin, faqat o'z jahli ustidan nazorat o'rnatishni, chegaralarni hurmat qilishni va qo'rquv orqali muhabbat talab qilmaslikni o'rgansa, Davron bu shartlarni qabul qiladi. U tortishmaydi, o'z haqqini talab qilmaydi, shunchaki boshini egadi. Xonadagi taranglik biroz yumshagandek bo'ladi. Ammo shifokor yangi tekshiruv natijalarini olib kiradi. Xavf hali ortda qolmagan. Gulchining organizmi juda zaif, yana bitta qattiq hayajon yoki og'ir xabar barcha urinishlarni yo'qqa chiqarishi mumkin. Shu ondan boshlab ularning atrofida aytiladigan har bir gap oddiy gap bo'lmay qoladi. Birovning jahli, ayblovi yoki eski sirning ochilishi ikki hayot orasidagi juda nozik ipni uzib yuborishi mumkin. Endi Davron uchun eng katta sinov Gulchini qaytarib olish emas. U sevgan ayolga yaqinlashmay turib, uning o'zini xavfsiz his qilishiga yordam bera oladimi? Haqiqiy o'zgarish aynan mana shu jim masofada bilinadi. Dushman kelin 141 qism uchun taxmin qilingan voqealarning barchasiga yana bir bor qarasak, tomoshabinni eng ko'p o'ylantiradigan narsa sirganing kastrulka ichiga qanday tushib qolgani emasdek.
Asl og'riq shundaki, bitta yolg'on qancha aybsiz insonni azobga tortdi. Totiniso butun mahalla oldida tahqirlandi. Habibullo xotinining ishonchini yo'qotish xavfi bilan yuzlashdi. Xolida esa onasi tomonidan qasos sirini saqlashga majbur qilindi. Xolida yozgan xat Sobirning qoliga tushganidan keyin ortga qaytish deyarli imkonsiz bo'lib qoladi. Agar u haqiqatni hammaga oshkor qilsa, Komri eridan, farzandidan va oiladagi mavqedan ayrilishi mumkin. Agar u sirni yashirishda davom etsa, Totinisoning badnom bo'lib yurishiga o'zi ham sherik bo'ladi. Menimcha, bu Sobir oldidagi eng og'ir tanlovdir. Chunki u faqat xotinining xatosiga baho bermayapti, u uzoq yillardan beri saqlab kelgan xonadon aslida qizining qo'rquvi ustiga qurilganini ham tan olish kerak. Ammo sirga voqeasi hali so'nggi sir bo'lmasligi mumkin. Komrining yer va bog' taqsimoti haqidagi gaplardan keyin Habibullohning sukuti juda shubhali ko'rina boshlaydi. Balki u Sobirga nisbatan adolatsizlik qilinganini oldindan bilgandir, lekin buni hech kimga aytmagandir. Agar bu taxmin to'g'ri bo'lsa, Totiniso o'g'rilik ayblovidan oqlanganidan keyin ham o'z erining boshqa bir siriga duch keladi. Bu safar unga zarar yetkazgan begona odam emas, eng yaqin insonning jimligi bo'lishi mumkin. Boshqa bir joyda esa Gulchi va uning hali dunyoga kelmagan farzandi hayot bilan yo'qotish orasidagi juda nozik chegarada turibdi. Davron o'z aybini tan oldi, ammo kechirim so'rash uning yetkazgan jarohatlarini bir zumda davolay olmaydi. Gulchining shifoxonadan chiqqach onasining uyiga qaytish qarori shuni ko'rsatadiki, u hali ham eriga nisbatan his-tuyg'uga ega, lekin sevish doimiy qo'rquv ichida yashash degani emasligini tushunib yetdi. Endi Davronning vazifasi xotinni gap bilan qaytarish emas. U o'zgarishni vaqt, sabr va amallari bilan isbotlash kerak. Chunki ayrim yaralarni kechir degan bitta so'z emas, insonning keyingi munosabati davolaydi. Zarina va Nodir ham ishonch masalasida jiddiy sinovdan o'tishlari mumkin. Zarinaning haddan tashqari rashki erini charchatayotgan bo'lishi mumkin, ammo Nodir muhim narsalarni yashirayotgan bo'lsa, uning xavotiri butunlay asossiz emas. Xotin doimo muammo chiqarayotgan odam sifatida ko'rilsa, er esa faqat unga ishonishni talab qilib, o'zi ochiq bo'lishni istamasa, bunday nikoh qayerga boradi? Ishonch buyruq bilan paydo bo'lmaydi. U rostgo'ylik, izchillik va ikki tomonning harakati bilan quriladi. Nodiraning suddagi g'alabasi esa bu og'ir voqealar orasida kichik bo'lsa-da umid olib keladi. Do'kon kamerasidagi tasvirlar uni uzoq yillik qamoq jazosidan qutqardi. Biroq bir paytlar oyoq osti qilingan obro' faqat sud hukmi bilan darhol tiklanmaydi. Ehtimol Nodiraning boshidan kechirganlari va Rustamning yordami Totinisoga ham bir narsani anglatadi. Tuhmatga uchragan inson faqat boshqalarning rahmini kutib o'tirmasligi kerak. U o'zini himoya qilish uchun dalil, ovoz va jasorat topishi lozim. Hoshimjonning hikoyasi ham muhim bir haqiqatni eslatadi. Kechirim faqat o'zgarish bilan birga kelgandagina qadrli bo'ladi. Xotin bir marta, hatto bir necha bor kechirishi mumkin, ammo yolg'on, rashk va qarindoshlarning ortiqcha aralashuvi takrorlanaversa, tug'ilajak farzandning o'zi yo'qolgan ishonchni tiklay olmaydi. Bola oilani birlashtirishi mumkin, lekin u kattalarning hal qilinmagan muammolarini yelkasida ko'tarishga majbur emas. Farzandni saqlab qolish bahonasida sog'lom bo'lmagan munosabatni davom ettirish oxir-oqibat o'sha bolaga ham zarar yetkazadi. Zeboning asal hayotida paydo bo'lishi esa boshqa bir xavotirni ochadi. Lola nomidan yozilgan maktub uzoqdagi qarindoshni qaytarishi mumkin, lekin u qizaloq ustidan yangi tortishuvni ham boshlab berishi ehtimol. Asalga eng zarur narsa kattalarning kim ko'proq huquqqa ega ekanini isbotlashi emas. U o'zini istalgan paytda olib ketishlari mumkinligidan qo'rqmaydigan, barqaror va mehrli uyga muhtoj. Barcha voqealardan keyin film hayotga juda yaqin bir saboq qoldiradi. Mish-mish haqiqatdan tezroq tarqalishi mumkin. Ammo uning jarohati ancha uzoq yashaydi.
Oila a'zosini himoya qilish uning xatosini yashirish degani emas, kechirish esa yana o'sha azobga rozi bo'lishni anglatmaydi. Ba'zan insonni to'g'ri sevish, uni qilmishi uchun javob berishga majbur qilishdir. Chunki yaqin odamni har safar oqibatdan qutqarish unga yaxshilik emas, uni yanada kattaroq xatoga yetaklash bo'lishi mumkin. Siz eng ko'p kimga achindingiz? To'tinisogami, Xolidagami yoki Gulchigami? Sizningcha, Sobir xatni hammaning oldida darhol ochish kerakmi yoki Komriga o'z aybini tan olish uchun so'nggi imkoniyat berishi lozimmi? Agar siz Gulchining o'rnida bo'lganingizda, Davronga o'zgarishini isbotlash uchun yana vaqt berarmidingiz? Yoki o'zingizni va bolangizni himoya qilish uchun qat'iy ravishda uzoqlasharmidingiz? O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring, chunki bu tanlovlarning har biri o'ziga xos, juda og'ir narxga ega. Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz va biz bilan birga bo'lganingiz uchun katta rahmat. Videoga like bosishni, yaqinlaringiz bilan ulashishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Dushman kelinning keyingi voqealarini birgalikda kutamiz. Haqiqatning eshigi endigina ochildi. Uning ortidan keladigan oqibatlar esa ehtimol hali boshlanmadi.